Voy maşallah mana bular turuvini qarang. Xudo xolisa bugungi sanamiz qo'yib yubormayapman yomon bo'ladi. 30-noyabr. Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz. Akalar, Quvani qalin postinda xudo xolisa yaqin akaxonimizni xonadonlaridamiz. Dehqonchilik 3 bosh buqa bor, 1 bosh toza shivet xudo xolisa. Mana qarang. Yomon qizibdi aka. Bu geçirgan yo'q o'tda. Mana bu tomonda go'zallari bor, 2 bosh akalar. Xudo xolisa qoni qaynab, to'ni tozaladi. Mana qarang. Jonim sog' bo'lgan. Qalin postindamiz akalar. Voy, sakrayapmiz. Xudo xolasa chiroq qilib narxni olamiz, yoritib beramiz qo'limizdan kelgancha. Yo'qsa bemalol telefon qilib savdo qilaverasizlar. Xonadonlarga xudo xolasa chiroq qilib yetkazib beriladi akalar. Aka, bular dehqonchilikmi? Bu dehqonchilik o'zimizning mollar bolalar. Necha oylik bo'lib qoldi mana shunisi? 7 oylik chiqdi. Buchi mana kelgan. 4 oydan o'tdi. 4 oydan o'tdi. Go'zal aka. 5 oylik bo'lgan yo'q. Men yaqinda Shomurat akamdan xuddi shunaqa shivet olaverdim. Akalar, uyimga o'zim fermer. 7 oylikdan o'tdi. Mana u kattamizchi aka? Bu tilla 6 oylik bu. Bu 6 oylik. Ya, enasini nimaga? Go'zal aka, o'shani bo'ylari 120 fil usti. O'ynab kulib. Mana qarang. Bu uchovi ham go'zal ekan. O'shanisini uchovasiz ham rozi edim, o kattani. Mana qarang, akalar. Ular Dastlabkilar qanaqa berasiz, Sozon aka? dastlabkisini O'zbekistonda ham mas'ulcha vodiy bo'ladi. Vodiy bo'ylab qilib berilaveradi. So'ragan ko'ramiz. Aziz obunachilar, dastlabkilarimiz vodiy bo'ylab qilib berilaveradi. Xudo xolisi kelishib qolsa endi O'zbekiston bo'ylab ham jo'nata olaveramiz, ha? Uchovini jupaganga. Uchovi pashti bitta shekilli, bitta oxir shekilli. Bunisi 6 oylik dizmi? Bu 6 oylik bo'ldi endi. 6 oylik. Unisi 4,5 oylik. Aziz obunachilar, shvetimiz 7 oylikka to'ldi. 7 oylikka to'ldi. Go'zal ekan ammo shvet ham mana bunga. Mana qarang. Mana shu kichkintoy nechi pul, aka? Mana shunisidan boshlaylik. Kichikroqdan. Buni tilla tug'ilganlarga ko'ra 7-8 qachchiya. Shunaqa bo'lyapti. 24,5 ming. 24,5 ming. Tanijonini so'ramasam bo'laveradi aka. 24,5 ming mana shunisi. 1.15 plyuslari bilan xudo xolasa aziz obunachilar. 24 qiling mana shunisini. Aka? 24 xayri bor. Xayri bor. To'g'ridan o'zi shuncha Shvet baribir. O'yin qarab bo'libdi bular hozir. Gul ekan. Nechi pulda endi ajradi bular? Sutda endi ajrab. Shvetingiz nechi pul qilib beramiz? Shvetda 25,5 ming. 25 ya. Kam bu? 25 ming kam. 25 kammi? Yomon o'ynaq bo'lib qoldi. Ha, odamlar yaxshi ko'radi. Bu go'zal ekan bunisi endi boshqa narsa. 6 oylik, malades. 6 oylik, yosh. 6 oylikda yegan top qopti. 25 ham chiqarsa kerak, ham orqa ketlar. Qarang, novvos olganda mana shu orqa tomoniga ham qarab qo'yaverasiz. Kuchbasini olavering, kuchlari xudo xolasa yaxshi o'ynaydi. Mana qarang, orqasi baland. Uchovi. 25 million xayri bor shvetimiz. Aziz obunachilar, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Xo'p, 7 oylik ekan bunisi. Mana kichkintoyimiz 24 kam bor. Kattani nechi pul aytamiz aka? Bunday kattani 28,5 bersin. 28,5. Kattasiga 28,5. Bunisiga 24. Bunisiga 25. Kam bor. Yarim o'rtasida 28. Ashuna qilaylik. Uni ham 28 qilaylik. 28, 24, 25 bo'ldimi shunda? Uchovini bitta joyga olganga yana ham yengilroq qilib beraveramizmi? O'ta yengil qilib beramiz. Moshina qildimi?
Xonasi bitta xona, bitta og'ir lov. Deganim yaxshi. qo'yib yuborib boqsa ham bo'laveradi. Qo'yib boqsa ham yaxshi. Biz uni majbur uyda tuzib qo'yish sharoit yo'q. Mana shunga men ishqim ketdi. Mana shu o'zim shvetimga qo'shib qo'ysam mo'shni turar ekan bu. Akalar 25 million shvetimiz, 28 million kattasi, bunisi 24 million. Kam bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor, xudo xolisa qilib berilaveradi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, joyinglar sog' bo'lsin. Nomerlarni qolgizamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzil lokasiya so'raganlarga telefon qilsalar, xudo xolisa lokatsiyalar tashab beriladi. Xohlasangiz kelib ustida ko'raverasiz.